Aleyküm do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan Minecraft o'yinida bitta narsani sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Undan keyin flatda, ya'ni tekis joyda qurgan narsalarimni, sizlarga qilgan texnologiyalarimni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. English Bismillah deb kirib oldik. Bu men qurgan domim. Sizlarga bitta obzor qilib beraman. Mana kirish joyi, sandiqlar, tortlar, 6 qavat. Mana shu yerdan hisoblasak, hamma uyda sandiq, verstak, tort, pechka, karavat bor. Bu rassomning uyi. Bu eng oxirgi uy. Eng boy, jitelmen odam uchun. Chunki hamma narsa bor. Qaranglar, YouTube'da bitta narsa ko'rib qoldim. Bitta odam o'z bera qilyapti. Sandiq o'zi ko'rsataman. Mana o'zi ko'rsataman. 1 2 3 Qaranglar. Men bu yerga svayakni qo'yapti-da hozir. Qo'yapti-da, men bu yerga lava qo'yapti. Qozonga sizlarga bitta layf, qozonga umuman lava tushmaydi. Mana oldiga borib suv tushadi faqat. Mana osinglar bo'ladi. Mana solasizlar. Olasizlar. Lavani borib shim qo'yib bo'lmaydi. Sizlarga yana bir layfhack. Hozir endi qolgan narsalarni ham sizlarga qurgan narsalarimni ko'rsatib o'taman. Mana bir boshdan obzor qilaman. Buni polizim, shakar qamchlarim bor. Mana bu uyim. Bitta baho berib ketinglar. Lava, sigirlar, qo'ylar, tovuqlar. Mana omborxona. Mana hay bilat. Bu uyim. Mana bu enzir uy. Mana tepasi ochiq. Lekin yomg'ir suv shimtirmaydi. Bu poliz. Kim qildi bunaqa? Ay bla. Shunaqa gaplar. Meni sehrlash ustoli voy. Narsalar tashlayveramiz. Lava kerak emas. Xloramiz sizlarga o'zim qilgan texnologiyalarni ham ko'rsataman. Sizlar ko'rib qolmanglar. Mana bu lava, tepada ham lava oqizib ataylab yorug' bo'lsin deb qilganman. Tepada lava ko'li. Tayyor bo'lsanglar, sizlarga texnologiyani ko'rsataman. 1 2 tadam. Cheksiz qimillab turadi bular. Mana nima qimilmayapti desanglar. Mana bunday qilamiz.
Chigiri bang bang, chigiri bang bang bang. Motanıp. Çekiz konup turaveradi tunu kun. Chigiri bang bang, chigiri bang. Shunaqa binolar narsalar qurganman. Kommentariyga yozinglar yana nimalar quray. Uylarmi, binolarmi, любой narsalar qurib beraman. So'z videoni pauza qilaman-da, o'zim quraman. Mana do'stlar, ikkita xonani qurdim. Har rang. Qiyin bo'ldi bu ham. Mana yerda o'g'irlaguncha isitma, mana nima deyap kassa, ya'ni tekshiruv xonasini tekshiradiganlar. O brat. Voy. Shunaqa xona bu, muolaja xonasi. Mana muolaja xonasi, bir ukollar olinadi. Odam yotib qolsa ham bo'lar, yotib davolanadi deydi-ku. Mana rasmlar tomosha qilib o'tiradi, televizor desa ham bo'lar, mana bu. Tuh! Yibir ustidan bitta bo'lsa, mana bu katta rasm bo'lgan. Shuncha bir-birini ustiga chiqib qolganga sig'mayotgan bijir-bijir bo'lib qolgan. Kishi yotib bemalol davolansa bo'lar, mana havo chiqqıchlar. Mana o'zi turmaga o'xshaydi, ana bir ko'rinar ekan. Bir menga qarab turibdi, mana havo chiqishi uchun. Endi qolganini do'stlar, agar shu videomiz 10 tagina like qilsa, shundan keyin chiqaraman. Qolgan qurilishlarni. Yana biror nima quraman. Mana tepadan ko'rinishi juda chiroyli. Boy odamning uyiga o'xshaydi-da. Ana oqarib qo'ygan yo'qda qo'y mollar yegan shunga. Shifoxonani davomini qur desanglar. Qaranglar, o'zimni qizil sindiraman. Hech bo'lmasa shu videomiz 10 tagina like qilsin, chiqaraman. Qani bo'lmasa xayrlashamiz. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan shu Steve bo'ldi va yana Steve o'yinchi Vizir kanali. Yana shu videoni davomi chiqishi uchun, ya'ni men bu shifoxonani davomini qurishimni ko'rishinglar uchun 10 tagina like yedim-ku. 10 tagina like yedim-ku. Gapni qaranglar. Undan keyin qaranglar. Hozir 165 ta obunachim bo'lsa, shuni 180 ta qilinglar, iltimos sizlardan. Keyin shuni davomini chiqaraman. Yana kommentga sizlarning boshqa narsalarim yozib qilaveraman men. Yasaveraman bemalol. Hali bu o'xshamayapti deysizlar. Tomlan qilganim yo'q, boshqa narsa qilganim yo'q. U videoda shu ikki qismni shunday qilib chiqaraman. Dahshat bo'lib, chiroyli bo'lib bo'ladi. Sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Hamma shifoxonada bo'lsa bo'lmasa, seni görsem mendeme, yurak zorlan sendeme, nagaların sedama hala. İşgal böyle de nima deb gapirib mana teknologiya Şaşmayın bir de oyuna vereyim. Teknoloji.